Bizlarga ma'lum dunyodagi butun har bitta qit'adagi arxeologlar butun dunyoni bir yer yuzida o'sha suyak qoldiqlarini kovlab ko'rganda eng qadimiy suyak qoldiqlari mana Janubiy Afrikadan topilyapti. 250 ming yilga borib taqalayapti hozirgi Homo sapiens suyak qoldiqlari. Ularni ham bo'ylari 140-150 dan oshmayapti. Eniga baquvvat, lekin bo'ylari unaqa bizlarnikidek unaqa uzun bo'lmagan. O'shanga so'rayapman. Ketma-ketlik zanjiri qayerga ketib qoldi 10 ming yil ichiga degan savol. Hop, bu joyda bir qancha narsalar bor. Ketma-ketlik zanjiri deganda o'zi asli sizdan so'rash kerak. Ketma-ketlik zanjiri sizda yo'q. Ya'ni siz hadislarda shunaqa kelgan, Alloh insonni yaratgan degan tushunchadan keyin bu yoqda odam bundan keyin o'zidan o'zi evolyutsiyaga uchrab, sekin-sekin pasayganmikin degan tushunchaga boryapsiz. Unaqa emas. Bizning e'tiqodimizda odamni Alloh yaratdi, 60 gaz. Undan keyingi avlodlarning ichida bo'yi past, bo'yi baland bo'lganlari bo'ldi. Odam ichida 1000 yil yashaganlari bo'ldi, 1000 yil. Nuh alayhissalom haqida Qur'onda oyat bor. 950 yil da'vat qilgan, 50 yoshda da'vat qilgan odam. Bu bizni e'tiqodimizda Allohning sifati bor. Kullu yawmin huwa fi sha'n degan. Odam o'zidan o'zi pasayib ketmaydi. Alloh taolo bir ya'ni mavjudotni yaratib keyin tomosha qilib o'tirmaydi unga. Har bir avlodni Alloh yaratadi. Ot qavmi bo'lgan, Samud qavmi bo'lgan, ular ham baland bo'ylilar bo'lishgan. Piramidani qurgan odamlar, Vavilonda qurilgan osor atiqalar, bular hammasi ba'zi o'rinlarda insoniyatni o'ta mukammal, o'ta jismonan baquvvat bo'lganligiga dalil. Qur'onda oyat bor. Valaqad makkannakum fima immakkannahum fihi. Biz sizlardan oldingi odamlarni shunaqangi mahkam qilib, shunaqangi imkoniyatli qilib yaratganmiz. Va ja'alna lahum sam'an va absara va af'ida. Ularga quloq, ko'z, qalb berganmiz. Fama aghna anhum sam'uhum va la absaruhum va la af'udatuhum min shay. Ularning ko'zlari, quloqlari, qalblari foyda bermadi. Nimaga? Izkanu yajhaduna bi ayatillah. Ular Allohning oyatlarini inkor qilishdi. Va haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Masxara qilishudi, masxara joylardan ushladik deyapti Alloh taolo. Bizni e'tiqodimizni tushunishingiz uchun bizni e'tiqodimizni qoidalarini o'rganishingiz kerak. Siz bir chimdim Afrikadan topildi Homo sapiens degan tushunchani, bir chimdim arxeologlardan, bir chimdim kimlardandir gapirgan gapiga iymon keltirib olib, islom aqidasiga qarshi ularni qo'yishingiz bu sizni shaxsiy qarashingiz bo'ladi. Ba'zilar meni tushuncham deydi, yo'q, buni havoyi nafs deydi bizda. Sizni havoyingiz u. Siz tushungan narsa sizga tegishli bo'ladi. Ilm, fan sizga tegishli emas. Ilm, fan dunyoda davom etib kelyapti. Biz aytamizki, har bir narsaning xususiyatini Alloh yaratib turadi. Daqiqama-daqiqa, sekundma-sekund, soniyama-soniya. Har daqiqa yaratib turadi. Hozir zamonamizda 3 metr odam yaratishi mumkin. Hozir zamonamizda bizdan keyingi avlod 50 metr bo'lishi mumkin. Mumkin, bunaqa bo'lishi mumkin. Bu odam evolyutsiyaga uchrab, qiynalib 10 metr masalan deylik 1 metr, 1,5 metr, 2 metr bo'lib qoldi emas. Biz aytamizki, Alloh yaratdi. Ba'zi qavmlarni baland bo'yli, uzun umrli qilib yaratdi. Ba'zi qavmlarni past bo'yli, nimjon qilib yaratdi. Bu Allohning ishi deymiz. Qani silsila, qani matematikaga to'g'ri kelmayapti. Uning uchun siz butun koinotni aylanib chiqishingiz kerak. Sizda hozir meni qoniqtiradigan javob bo'lmayapti deyapsiz. Sizni qoniqtirib bo'lmaydi. Siz bergan uslubda menga quyoshni borligini isbotlab bera olmaysiz. Menga. Quyoshni menga ko'rsatsangiz ham qani deb turaveraman, men qoniqmadim deb turaveraman. Bu nimaga dalolat qiladi? Meni o'zimni jinniga sog'ganimga dalolat qiladi. Yoki rostdan ahmoqligimga dalolat qiladi. Quyoshni borligi uni isbotlash nomusidan pok u. Alloh taoloning yer yuzida yaratgan mahluqotlari uni isbotlash nomusidan pok. Musulmonlar bunaqangi behuda narsa bilan shug'ullanmaydi. Ozgina umringiz bor. Qancha yashaysiz bundan keyin? Qancha yashaymiz? Muhim ish bilan shug'ullanamiz biz. Odamni hadislarda kelgan bo'yi baland bo'lgan. Bizdan oldingi ummat, Ot qavmi bor, Samud qavmi bor. Sadum. Ularni o'rgansangiz juda baquvvat odamlar bo'lgan. Tog'larni teshib uy qilishgan, tog'larni teshib uy qilishgan. Har bitta g'ishtni
1,5 metr 2 metr bo'lgan. Bizda bo'lgan g'ishlari. Shu bilan uy qurishgan. O'sha darajada baquvvat, o'sha darajada imkoniyati zo'r odamlarni ham Alloh taolo oyatlarini inkor qilib, masxara qilganligi uchun pachagini chiqarib tashladi Alloh taolo. Va bizga ibrat qilib Qur'onda zikr qildi. Mana shu zikr e'tibor qilaring dedi. Yana bitta narsa, Qur'oni Karimda Muhammad alayhissalatu vassalomga tarixdan xabar berar ekan, hozirgi ateistlarga o'xshab men bilaman, ana arxeolog aytdi deb iymon keltirib olgan narsasini o'zi din qilib yasab olgani yo'q Muhammad alayhissalom. Muhammad alayhissalomga Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilar ekan, orqasidan siz buni bilmasdingiz. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kitob nima, iymon nima bilmas edingiz. Siz Maryamni kafillikka olish uchun Qur'a tashlashayotganlarida oldilarida emas edingiz. Biz sizga xabar beryapmiz degan. Bu nima degani? Buni hammasini Alloh taolo nuqtasiga xabar berdi bizga keraklarini. Siz hozir aytayotgan 250 million yil, 250 ming yil guvoh emassiz unga. Iymon keltiryapsiz bo'ldi. Laboratoriya tekshirganingiz yo'q. Sizni iymon keltirgan butingizdan bizni iymon keltirgan Allohimiz kuchli, quvvatli, qodir zot. Uni kitobiga iymon keltiramiz biz. Tushunarlimi? Gap yo'q, tushunarli, lekin endi kimdir javobingizdan qoniqqan bo'lsa xursandman, lekin agar aytib qo'ysangiz bizlar ilm fanga emas, bizlar o'sha qog'ozda yozilgan narsaga ishonamiz. Shunga iymon keltirganmiz, u to'g'rimi, noto'g'rimi, ilm fan tarafdan ketmaymiz desangiz, bo'lib. Yo, ilm fan tarafdan siz ham ketmayapsiz. Siz qaysi ilm fan tarafdan ketyapsiz? Men ilm fan tarafdan ketyapman. Qaysi ilm fan? Qani ilm fan? Menga ilm fan tarafdan hozir siz aytgan o'sha bunagi 950 yil yashagan insonni borligi haqida bironta dalil keltirib bering qani, marhamat. Marhamat. Siz yo'qligiga dalil keltirib bering. Da'voni siz qildingiz, men da'vo qilganim yo'q. Yo, da'vo turibdi. Biz aytyapmizki, Nuh alayhissalatu vassalom. Men agar da'vo qilganim edim, men keltirib berardim. Da'voni siz qildingiz. Yo, aytyapman-u, agar ateist inkor pozitsiyasida bo'lsangiz, menga quyoshni borligini ham isbotlab bera olmaysiz. Qani isbot, qani deb turaveraman. Sizga isbotlashga, sizga qoniqtirishga majbur emas musulmonlar. Arifmetikani kim o'ylab topgan uni? O'shanga ergashib ketaverasanmi desa, ha, ergashamiz deymiz. Arifmetika bu aniq fan deymiz. O'shaning uchun qani isbot desangiz, men sizga aytamanki, u yillarga bora olmaymiz. Alloh payg'ambarimizga aytayapti, "Ma kunta tadrimal kitab" deyapti. Siz ham bilmasdingiz deyapti. Biz bilmaymiz uni. Biz xabarga ishonamiz. Xabar mana shu hodisalarni tarixda bo'lganligini aytadi. Inkoriga dalil kerak bo'ladi. Bu isboti turibdi. Inkor etdi, masalan, yo'q, Nuh degan odam dunyoda bo'lmagan. Isbotlashingiz kerak uni. Ateistik tushuncha ilmga suyanmaydi. Siz o'zingizni ilm tarafdaman deb katta ketmang. Siz inkor tarafdasiz. Nima bo'lsa ham inkor qilaman. Meni qoniqtirmayaptimi? Menga isbot qilishinglar kerak. Bu inkor pozitsiyasi. Hech qanaqangi ilmga 50 chaqirim uzoqdasiz. Qaysi fandan siz nima kashfiyot qildingiz? Nima insoniyatga ilm tomonlama siz yordam berdingiz? Ibn Sino qilgan ishi milliondan birini qila oladingizmi? Xorazmiy qilgan ishini milliarddan birini qila oladingizmi bu insoniyatga? Musulmon ummati qilib bo'lgan ishini. Musulmon ummati mana shu e'tiqod bilan, mana aytayotgan tushuncha bilan butun insoniyatga ilmiy asosi qo'yib bo'lgan. Ateistlarni 100% ilmdan uzoq. Siz qanaqa ilmga nima aloqangiz bor sizni? Nima laboratoriya bilan shug'ullandingiz? Nimani siz moddani o'rganib chiqdingiz? Sundralukusni qayerdan topdingiz misol uchun? Bilmaysiz-ki u narsalarni. Siz inkor qilasiz. Qani isbot? Qani men qoniqmayapman. Sizni qoniqtirib bo'lmaydi. Ba'zi ayollar bor, ularni ham qoniqtirib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Yana bitta narsa bor. Qog'ozda yo'q, endi savolimga o'zi javob olganim yo'q. Qog'ozdagi qayergadir masalan bitta odamni 950 yil yashagan yoki 1000 yil yashagan deb qo'ysa, bu dalil yoki faktga kirmaydi, bu ishonchga, iymonga kiradi. Bu shunchaki bizlar ishonamiz, shunga iymon keltirganmiz desangiz hech qanday inkorim yo'q. Lekin ilm fan tarafdan da'vo qilib kelsangiz, bunga albatta qarshiliklar juda ham ko'p. Yo'q, ilm fanni siz gapirmang deyapman-ku. Siz kimsiz ilm fanda? Qanaqa siz magistrmisiz, akademikmisiz? Kimsiz ilm fanda kimligingizni bitta bizga tushuntirib yuboring. Siz ilm fan haqida
gap men haqimda yoki gap siz haqingizda ketyapti birinchidan. Demak Ikkinchidan, men ilm-fan ilm fan demak ilm-fan tomondaman demangda, siz inkor tomondasiz, maymunlar tomondasiz. ilm Cho'chqalar, fanni itlar o'sha qarang. tomondasiz. Yo'q, o'sha Ilm fanni cho'chqadan bo'lganmiz, itdan bo'lganmiz. eshiting, Umumiy haqorat umumiy qilyapsiz, eshiting. umumiy yo'q, haqorat haqorat degan tushuncha iymon keltirganlarning orasida bo'ladi. Ateistda haqorat degan tushuncha bo'lmaydi. Siz iymon keltirasizmi? Haqorat degan tushuncha bormi Normal, sizda? agar mantiqiy bir suhbat qilaman desangiz, suhbat qilamiz. Yo'q, mantiqni bilmaysizki. Siz hozir aytyapsiz. Konkretno savol berdim sizga, savolga javob kutyapman. Yo'q, sizga javob berib bo'ldi. Siz men Men siz eshitganim yo'q hali qo'yapgan. javobni. Yo'q, siz eshitmaysiz. Sizga mumkin emas. Men hozir bitta oldimga tovuqni qo'yib olib, tovuqqa Qur'on oyatini o'qib bersam tushunmaydi u. Qoqoq deb turaveradi. Bir xilsiz. Sizni uslubingizni qo'llasam, menga quyoshi borligini isbotlab bera olmaysiz deyapman sizga. Mana shu uslub bilan men yo'q qoniqmadim, qani quyosh deyman. Ko'zimni alang-jalang qilib, qani quyosh deyman. Siz alang-jalang qilib o'tiribsiz. Ilmga umuman aloqangiz yo'q, ilm tarafman deyapsiz. Biz ilm tarafmiz. Ibn Sino bizda, Xorazmiy bizda, Beruniy bizda. Bo'ldi, agar javobingiz shu bo'lsa, gapni ko'p qilmang. Javobingiz shu bo'lsa, men javobingizdan qoniqqanim Yo'q, yo'q. javob. Bu iymoningiz, agar men xohlasam qarang, Yo'q. qurvaqani xudo ekanligiga iymon keltirsam, qurvaqa xudo bo'lib qolmaydi birinchidan. Ha, men isbotlash kerak xudo bo'ladi. emasligini Isbotlash isbotlab bering kerak. qani. Abror Muxtor Ali, qurvaqani xudo emasligini isbotlab bering, marhamat. Bir narsa nimagadir muhtoj bo'lsa, xudo bo'la olmaydi. Yo'q. Mana isbot. Qaydan bilasiz? Muhtojligi yo'qdir balki. Nimaga muhtojligi? Suvdan chiqib oftobda qolib ketsa o'ladi. Ha, Allohning unda insonni yaratishga nima muhtojligi bor edi? Alloh muhtoj emas. Nimaga yaratdi? Muhtoj emas. O'zini Qur'onda aytadiki, men xohlaganimni qilaman deydi. O'shaning uchun muhtoj emasman deydi. Hech narsaga muhtoj bo'lmagan zot insonni yaratgan ekan. G'alati emasmi? G'alati emas. U sizga g'alati. Sizga muhtoj emas-da. Sizni bir tomchi manidan, ikkita najosatni yo'lidan dunyodan chiqarib qo'ydi. Menga muhtoj Endi ertaga sizga muhtoj bo'lmasa, meni yaratdi nima qilardi? Demak, menga qanaqadir bir muhtojligi bor, qiziquvchanligi bor ekanki, insoniyatni yaratyapti. Yo'q, siz aytyapman, o'zingizni havoi nafsingizni mezon qilib olgansizda, shundan kelib chiqib aytyapsiz. Haligi qurbaqa Abdulla Oripovni she'ri bor. Savolimga javob berasizmi? Abdulla Oripovni she'ri bor. Qurbaqa o'zi turgan botqoqni olam deb o'ylaydi. Siz bu botqoqda turibsizda, olam deb bera olmaysiz. Qurbaqani xudo emasligini isbotlab bering. Yo'q, men isbotlab bordim qog'oz bilan. Sizga isbotlash kerak emas. Masalan, tovuqqa Qur'onni oyat ekanini isbotlab bo'lmaydi. Masalan, cho'chqaga botqoqni yomon joy ekanligini isbotlab bo'lmaydi. Sizning mana bunaqa. Siz nimagadir iymon keltirsangiz, bu siz iymon keltirgan narsa haqiqat bo'lib qoladi. Men iymon keltirdik demayapman. Biz da'vo qilyapmiz. 1000 yil yashagan odam o'tgan tarixda deb uni inkoriga siz dalil keltirasiz. Biz da'vo qilyapmiz. Uni bilmas edik. Bizga Alloh taolo aytdi va Alloh aytgan gaplarning hammasi to'g'ri bo'lib chiqyapti. Agar inson ko'r-ko'rona nimagadir iymon keltirsa, bu o'sha narsa ko'r-ko'rona emas. Siz ko'r-ko'rona. Xo'p, savol sizga. Hozir 250 ming yil degan gapga ilmiy isbot keltiringchi. Bor. Radiouglerodni analiz degan narsani eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Qani ko'rsatingchi menga radiouglerodni analizni ko'rsatingchi. Qani ko'rsating. Radiouglerodni analiz haqida ma'lumotingiz bormi? Yo'q, arxeologik topilmalarni kimyoviy laboratoriyaga tiqib, radiouglerodni analiz bilan taxmin qilishadi. Taxminan 50 yil, 100 yil, 1000 yil, 2000 yil farqlash mumkin. Qarang. 1 million bizga yo'q, bizga keltiring. Qaysi laboratoriyada siz qaysi suyakni isbotladingiz? Bir keltiring birinchi. Men isbotlashim shart emas. Ha, biz isbotlashimiz shart bunda. Men isbotlashim shart emas. Biz bu bilan shug'ullanadigan olimlar bor bizda. Demak, o'sha olimlarga iymon keltirgansiz. Siz hozir mana bunaqa qilyapsiz-da, qarang. Yo'q. Sizni qo'lingizda telefon turibdi, nariga dunyoning chetidagi inson bilan gaplashib turibsiz. Siz narga olimlarga iymon keltirgansiz. Siz sen o'zing telefon yasaganmisan deb turib olyapsiz. Yo'q, siz ham shunaqa deyapsiz. Foydalanyapsiz telefondan. Siz ham shunaqa deyapsiz. Menga ilm-fanda qarang. Ilm-fanga aloqangiz yo'q-ku. Ilm-fanga aloqangiz yo'q-ku. Bu telefonni paydo bo'lishida Xorazmiyki asoschi, musulmon-ku.
Sizni aloqangiz musulmonlar yo'q. topgandir. Bizga Sizni qarshi yo'q. aloqangiz yo'q. Просто Sizni mutlaqo sen telefon ilm fan. yaratganmisan deyapsiz Yo, siz. gaplashasizmi yo'qmi? Gapimni gapni taklaysizmi? Sizga menga Ma'ruza bergan qilyapsiz savolingiz bilan, sizga menga bergan savolingiz bilan bir xil savol beryapman. 250 ming yilni isbotlamaysiz. Nima qilasiz? Olimlar isbotlab aytgan keladigan degan odamlar gapga bor. gapni eshitasizmi? Siz o'sha 250 ming yil degan odamlarni gapiga iymon keltirasiz. Boshqa yo'lingiz yo'q sizni. Chunki Sizni iymon meni sabab bor. keltirganingiz, Nima uchun iymon keltiryapsiz? To'xtang. demak bizni To'xtang. sababimiz Nima uchun iymon keltiryapsan deb savol noqulay, beringda sizniki siz. qulaymi? Eshiting, nima uchun siz iymon keltiryapsiz deb menga savol bering birinchi. Yo, Nima sizda uchun men iymon keltiryapman? bizga ham shunaqa savol beringda. Nima uchun iymon keltiryapmiz biz? Chunki men qarang, men buni natijasini ko'ryapman. Ilm-fanni mana qo'lingizdagi telefondan natijasini Yo'q, ko'ryapman. qo'lingizdagi telefonni, Qanday yutuqlarga radio erishganligini ko'ryapman. uglerodni analizga umuman aloqasi yo'q. Nimaga boshqa narsani boshqa narsaga misol keltiryapsiz? Ona tilidan savol bersam, matematikadan javob beryapsiz. Sizni aloqangiz yo'q deyapman. Siz o'sha radio uglerodni analizni tepasida yo'qsiz. Sizga kimdir shunaqa degan, Googledan qidirgansiz, o'qigansiz, iymon keltirib gapiryapsiz bizga. Men sizga aytyapman, Alloh taolo bizga aytgan, iymon keltirib gapiryapmiz. Ikkalamiz bir xil pozitsiyadamiz. Lekin siznikini oqibatini olib borib laboratoriyaga kirgizolmaysiz. Lekin bizniki Allohdan kelganligini bilmaysiz, iymon keltirgansiz. nimaga bilmayman? Bilish boshqa, iymon keltirish boshqa. Qayerdan chiqaryapsiz buni? Qur'onda Allohdan ekanligi bir dona dalil keltiring, bir dona. Marhamat. Yo, dalil aytyapman-ku, quyoshi borligi uni isbotlash nomusidan pok. Ko'r odam Bir ko'ra dona dalil olmaydigini. keltiryapman. Qur'onda Mana Allohdan kelganligiga bir dona dalil, marhamat. agar Allohdan bo'lmasa, Qur'onga o'xshagan bitta kitob yozib bering. Mana sizga dalil. 100 talab yozib berishim mumkin. Biror dona yoza olmaysiz. Bitta yozsangiz Qur'on tugaydi shu bilan. Yozing. Yozing, boshlang. Nimasi men qarang, bu bitta narsaga tushunmayman. Nimasi murakkab bu Qur'onda? O'qib chiqqanman masalan, 2 marta o'qib chiqqanman. Arabchasini bilmaysizki siz. Oddiy gaplar. Ichidagi oddiy gaplar. Oddiy Faqat u gap. arabchaga yozilgan. Men o'zbekchasiga yozib berishim mumkin men sizga. Yo'q, o'zbekchasi Qur'on emas. Qur'on emas. Nima emas? Keling, masalan siz mana keling. Alisher Navoiyning o'sha bittagina kitobini yozib bering qani? Marhamat. Yo, Alisher Navoiydan kam bo'lmagan asarlarni yozishgan. Jomi ham yozgan. Alisher Navoiyga o'xshaganini keltirib bering. Yo'q. Keltirib berasizmi? Yo'q, bu haligi yuqorida aytganimdek tovuq pozitsiyasida qoqolab turibsiz xolos. Ilmiy gap emas bu. Yo'q. Qur'onni o'ynani o'zingizga tutyapman. yo'q, menga tutmayapsiz. Men sizga aytyapman. Navoiyni bugun dunyoda 2,5 milliard odam o'qiyotgani yo'q. Qur'onni 8 milliard odam o'qiyapti. Va bundan keyin ham butun insoniyat Qur'onning atrofida aylanadi. 8 milliard deb yormang. Qur'onning atrofida ijtimoiy fanlar, ya'ni davlatchilik, axloq tizimlari, butun insoniyatni tug'ilganidan o'lgunicha bo'lgan hamma ta'limot Qur'onda jamlangan. Xuddi shu jamlamani keltirib bering. Va Navoiy birorta asarida chiqib aytmaganki, men shunaqa g'azal yozyapman, qo'llaringdan kelsa yozlaring, yozolmaysanlar demagan. Yozib bering. Qur'oni Karimda. Siz kimsiz? Siz kimsiz Navoiyni? Siz kimsiz? Men musulmonman, Allohning bandasiman. Qur'oni Karim Rostda absurdlik qilmasdan gap talashadigan joy emas. o'zi foydasi yo'q, ko'rib turibsizlar. Ovozimni yopib qo'ymangda, Yo'q, yopamiz. Bahs qilgandan keyin. Yo'q, bahs emas-ku bu. Qanaqa bahs? Qanaqa bahs? Siz tovuqqa o'xshab qoqolayapsiz, tuxumlaganingizni bekitishga harakat qilib. Cho'chqaga o'xshab chiyillayapsiz, bo'ldi. Insonga o'xshab gaplashmayapsiz. Inson argument bilan gaplashadi. Siz bizni go'yoki ko'rkorona iymon keltirganga chiqaryapsiz. O'zingiz 250 ming yil degan narsaga ilm tarafdaman deyapsiz. Ilmni ostonasiga ham kelmagansiz-ku siz. Qo'pol qo'yayotganda ketingizni bo'qini ham artishni bilmaydigan sassiq odamsiz-ku. Nima qilasiz ilmni da'vo qilib? Qo'lingizdagi telefon boshqa deysa, buni xorazmiylar algoritmni asos solgan.
Yer yuzida insoniyatga manfaat beradigan barcha oxirgi asrlarda erishilgan yutuqlarni orqasida musulmonlar turibdi. Biror dona ateist yo'q. Yer yuzida ateist yo'q, ilm fanga hissa qo'shgan. Yo'q, biror dona yo'q. O'shaning uchun men endi taklif qilganingizga kirdim-u, realist deb yozib olgan g'irt hayotdan uzilgan odamlar. Shu odamlarni men yana qaytarib aytaman, surishtirib boring. Mahallasida ham obro'si yo'q shu odamlarni. Mahallasida ham odamlar bir tiyinga olmaydi, e'tiborsiz odamlar. Bu joyga kelib mikrofon ushlab olib o'zidan nimadir yasayapti-da. Yuqoridagi suhbatda xulosasini aytib qo'yay. Biz ham iymon keltirganmiz. Iymon keltirish kerak bo'lgan mantiqiy asosimiz bor. Olamni yaratuvchisi bo'lishi shart. Ateistlar klassik ateizmda olam abadiy degan edi. Abadiy deb e'tiqod qilib kelishyapti. Oxirgi yillarda Big Bang nazariyasi yuzaga chiqqandan keyin majbur bo'lishdi olam boshi bor ekan deyishlikka. Ba'zilari xiyla bilan o'zini agnost deb oldi. Yaratuvchi bor-u, bilmaymiz deb. Bu ham ateizm o'zi. Bu bola ya'ni ilm fan tarafdamiz biz. Musulmonlar faqat ko'rkorona iymonda deyapti. Bekorlarni 55 mingtasini yeyibdi. Ilm fan tomonda musulmonlar. Biz har doim metafizik tushunchalarida eng ishonchli xabarga iymon keltirganmiz. Fizik tushunchalarini har doim laboratoriyaga tiqish tarafdorimiz. Imom G'azoliy aytgan, laboratoriya bilan ish qilishimiz kerak degan. Va dunyoni laboratoriyaga jalb qilgan musulmonlar. O'rganish kerak, buni tadqiq qilish kerak. Nimaga ateistlar haqida batafsil ta'limot yo'q Qur'onda, hadislarda? Bir joyda kelgan dunyo o'z-o'zidan aylanadi, dahr buni aylantiradi deganlar haqida tanqid qiladi Alloh taolo. Nimaga bir joyda shuna ishora qilib o'tib ketgan desa, chunki bular gaplashadigan odamlar emas. Muhokamaga arzimaydigan odamlar. Jamiyatda qadri yo'q, fikrini, qiymati yo'q odamlar. Bir tiyin bulardan qimmat. Chunki mana ahvolni ko'ryapsizlar. Ilmiy suhbat bergan savoliga aslida ya'ni Alloh taolo xohlaganini qiladi. Faqatgina shu evolyutsiya bilan kelmagan, qonunlarga Alloh aralashmasdan kuzatib o'tirgan degan tushuncha yo'q bizda. Shuning uchun iymon keltiramiz kelgan xabarlarga. Nima ibrati bor desa, bizdan ko'ra uzoq umr ko'rganlar o'tgan tarixda ibrat olishimiz kerak. Bizga qisqa ulgurib qolishimiz kerak yaxshilikka degan ibrat olamiz. Bizdan ko'ra baquvvat odamlar o'tgan. Ularni ham Allohga bo'lgan isyoni o'zlariga zarar bergan. Biz nimjonmiz. Nima qilishimiz kerak? Tezroq yaxshilik qilib qolishimiz kerak. Ibrat bor bularni bilishimizda. Endi bu aytayaptiki, haqorat qilyapsiz deyapti. Ateistlarda haqorat degan tushuncha yo'q. Iymon keltirgan odam haqorat degan tushuncha bilan yashaydi. Masalan, bular bir eshakni ustiga minish bilan odamni ustiga minishni farqi yo'q deydi. U ham jonzot, bu ham jonzot deydi. Biz aytamizki, eshakni ustiga minish mumkin, odamni ustiga minish behurmatlik bo'ladi. Hurmat oyoq osti bo'ladi deymiz. Ateizmda bu yo'q. Biz aytamizki, o'zini singlisi bilan jinsiy aloqa qilishlik bo'lmaydi, axloqsizlik deymiz. Bular aytadiki, bo'laveradi, bu ham jins, bu ham jins. Bir-biridan rozi bo'lsa bo'laveradi deydi. Aynan mana shu realist ateizmga sodiq bo'lsa, onasi bilan ham er-xotinlik qilaveradi. To'siq yo'q bularga. Buni haqorat deb ham qabul qilishga haqqi yo'q. Nimaga? Bularda uni tushunchasi yo'q, iymoni yo'q unga. O'zi tupikda menga isbotlab beringlar, qoniqmadim. Ba'zi ayollar bor, qoniqmaydi, hech qachon qoniqmaydi. Bir kunda 10 ta erkak bilan bo'ladi, qoniqmaydi. Bular ham shunaqa, qoniqmaydigan odamlar. Seni qoniqtiramiz deb nima haromga qo'l uraylikmi biz? Yo'q. Bu inkor pozitsiyasi. Bularni yaxshi bilib olinglar do'stlar, bularni missiyasi inkor. Men inkor qilib turaveraman, qani isbotlasin. Sen kimsan? Senga nima isbotlaymiz? Nimani isbotlaymiz? Qorningdagi najosatingni sariyo deb o'ylayapsan sen. Senga nimani isbotlaymiz? Sasib yotibsan. O'sha Sheroziy aytgan, Sheroziy. Quyoshni borligi kunduzi chiroq bilan qidiriladigan argument emas. Quyoshni borligini isbotlash shart emas. Ko'zi ochiq odam ko'rib turibdi quyoshni.
Allohni borligini isbotlash uni nomusidan pok deydi. Mashhur alloma dan so'rashgan. Allohni borligiga isbot keltir, biror dona isbot keltir deganda, sen yo'qligiga biror dona isbot keltir degan. Asli bu teskari, ya'ni borligini isbotlash ehtiyoji yo'q. Yo'qligini isbotlashga ehtiyoj bor. Qanaqa isbotlaydi? Va butun koinotni aylanib ketish kerak, yo'q ekan, yo'q ekan, yo'q ekan deb. Ha, o'zini kichkina mahallasida turib olib, o'zini tovuq miyasidek kallasida aylanib olib, yo'q ekan desa yo'q bo'lib qolmaydi. Quyosh yo'q ekan. Yo'q bo'lib qolmaydi quyosh. Olam yo'q ekan. Yo'q bo'lib qolmaydi. Hop, qisqaroq shu, men yo'lda edim, safarda edim. Suhbatlashib turarsizlar, agar vaziyatga qarab imkon bo'lsa kiraman.